Buxoroni Poshsho kvartirasiga yetib keldik. Markazda 186 kvadrat 5 xona 10 pachkaga ko'rib chiqamiz. Buxoroni eng Poshsho kvartirasini syomka qilish bizga nasib qilibdi. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. 186 kvadrat 2-qavat voenkomat orqa tomonida kelaverasiz. Yaxshigina xonadonni sizlarga tavsiya qilamiz. Obzorimizni ko'rib chiqinglar, xudo xolasa 10 pachkaga nimalarni ko'rsataman. 5 ta xona birma-bir ko'rsatamiz. Kattagina kirish eshigi Wi-Fi gacha ulangan, mana shunaqangi zo'r joydan sizga lokatsiya ham kuchlilik qiladi. Albatta birma-bir ko'rsatasiz Ozodjon, kattagina prixoji, mana shunaqangi prixoji hammaga nasib qilsin, shunaqangi hovli deyveramiz. 186 kvadrat 2 sotuq degan gap. Mana bu o'ylaysizlarki, eng katta xonasi shu bo'lsa kerak. Bu 6-xonasi. Javob bera oladi. Albatta o'tirib ovqatlanish joylarigacha dual kontur kotyolimiz Vertex brendidan juda ham zo'r. Xudo xolasa birma-bir ko'rsatamiz, jihozlarni harakat qilamiz qoldirib berishga. Ba'zi bir jihozlarni endi o'zlarini shaxsiy jihozlarini ochib ketadilar, qolgani shundoqqina qoladi. Mana shu kunlik xarajatingizga, kunlik ehtiyojingizga nimalar zarur, barchasi muhayyo. Shundoqqina kirasiz, yashayverasiz maza qilib. Konditsioner, xolodilnik, bitovoy texnikalar, dual kontur kotyol, o'tirib ovqatlanish hamda televizor. Keyingi xonalarni ko'rsatishimiz kerak. Vaqt juda qisqa, sababi uyimizni kvadrati juda ham katta. Birinchi xonasi bolajonlarimiz uchun ajratilgan chiroyli yotoqxona hamda darslik uchun ajratilgan burchagi. Shu holatidan ushbu xonamiz 2 ta deraza bilan ta'minlangan. Shu holatiga shu xonani shamollatish yo havo almashtirish imkoniyati bor degani. Jihozlarni ham ko'rsatib o'tdingiz. Keyingi xonasi 5 ta xona bizani kutadi. Keyingi xonasi esa kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasiga nimalar kiradi? Ko'rib turganingizdek, televizor, begovoy doroshka, mamlaqangi spalnik garnitura, konditsionerimiz albatta bor. Mamlaqangi chiroyli lokatsiya, demoqchimanki, o'zini alohida deraza qismi bor. Yana bizga yotoqxonamizga chiroyli mamlaqangi o'zini sanuzul qismi. Buni albatta ko'rsatib o'tdingiz. Dushovoy kabina aristonigacha o'ziga alohida aristoni ham bor. Demak, bu bizning birinchi xonamiz edi. Bu yoqda esa ikkinchi xonamiz, bolalar yotoqxonasi. Oshxonamiz o'tirib ovqatlanish sharoitlari bilan u 3-xonamiz. 2 ta xonamizni ko'rsatamiz, keyingi qismiga o'tamiz. Mana bu yoqda yana bitta xonasi. Bu yerdan zapas xolodilniklarimiz bor. Bitovoy texnika, mayda-chuyda jihozlaringiz mana shu yerda turaveradi. Shu holatiga ham Kladovishni biz sizni mana shu spalnyamizdan katta. Mana shu kladovishni sifatida foydalanishyapti. Bu ham aboy. Eshiklari juda ham qimmat. Mana bu yoqda общий sanuzilimiz. Buni bitta ko'rsating Ozodjon mana. Hovlimizga biriktirilgan katta sanuzil qismi. To'lig'icha Eron kafellari, oyoq ostlari gacha mana shu kafeldan chiqarib qo'yishgan. Keyingi qismi mana shoshiltiradigan qismi zal. Uni albatta keyinchalik ko'rsataman. Mana bu yoqda yana bitta xonasi. Bu 5-xonasi. Oshxona hisobi bilan olganda bu 5-xonasi. Endi zarur jihozlarni olib chiqib ketadilar. Uyimiz 186 kvadrat 2-qavat voenkomat, Buxoro shahar voenkomat orqa tomonida kelaverasiz. Keyingi qismi mana bizani oxirida nimalar kutadi. Mana bu sizga haqiqiy orzu emas, haqiqiy mana shu mechta deyshadi-yu. Mana shu haqiqiy orzuyimiz, zalimiz. Qo'pollikka yo'ymang, ayollarimiz mana shu dugonalarga manaman degan maqtanadigan, ko'rsatadigan zallarimizga javob bera oladigan chiroyli zal. Uchastkani zallaridan juda aktiv. Bundan ko'ra ancha 3D mamlaqangi dizayn ko'rsatilgan. Bu albatta qo'l mehnati. Uni albatta aytishimiz kerak. Uyimizning egalari har bir xonamizda adashmasam konditsioner ko'rdim. Mamlaqangi qandillar endi bu
adashmasam bir yarim asrga javob bera oladi. Trenddagi mana shu qandillarimiz. Men bu yoqdagi dekoratsiya esa bu ham qo'l mehnati, lekin shuni alohida men ko'rsatib o'tmoqchiman. Men bu mebellarimiz ham juda ham daragoy, buni ham qimmat, juda ham zo'r demoqchiman. Men bu yoqda bir narsani ko'rdim. Uyimizda egalari taqvodor insonlar, fayzli xonadon demoqchiman. Hamda men bu dam olish zonasi, dekoratsion bir qanaqangidir ilm bilan mashg'ul bo'lgan insonlar mana shu burchakda o'zini baxtli his qiladi. Oddiygina mana shu zalda nechta qismga bo'lishgan mana shu kitob o'qish javoni, yo bo'lmasam dam olish joyi, yo bo'lmasam bu mягкий zona, konditsionerigacha turibdi. Faqatgina niyat qilib like bosib yaqiningizga jo'nating. Orzuga ayb yo'q, xudo xolasa meni o'zim ham shaxsan siz bilan birga havas qildim. Hammamiz birga havas qilib ko'radigan chiroyli ikkinchi qavatdagi hovli deb kelaverasiz. Buxoro shahrimizda kamdan kam bunaqangi kvartiralar, adashmasam 2-3 tasini men obzorini qilib o'tganman. Juda ham fayzli xonadon, tarifga arziydigan xonadon. Narxi ham 10 pachka. 100,000 AQSh dollariga hamma jihozlarni qoldirib beramiz. Xudo xolasa endi zarur jihozlarni olib chiqib ketadilar o'zlarini, mana shu shaxsiy jihozlarni. Qolgani shundoqqina qoladi. Maza qilib ko'rdingizlar degan umiddaman. Yaqiningizga ham ilining. Ushbu efirdan masob bo'lmasa maza qilib ko'rishsin. Ular ham albatta niyat qilib like bosishsin. Orzuga ayb yo'q demoqchiman. Allohimga oson, sizni ham bizni ham yetkazadi nasib bo'lsa yaqiningizga ilining. Juda ham ilinadigan narsa, yaxshilik ilinish. Albatta siz tufayli shu xonadon sohib bo'lsa, bir burchagiga maza qilib kelib, mana shunaqangi men orqali olgansan degan gaplarni qilish hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa yaqinimizga ilinamiz. Tarqatishingizdan chiqmasin, like bosamiz. Salomat bo'ling.